Dehqon aka-ukalar, bugun sizlarga eksport bob va kam ekiladigan ekin haqida gaplashsak nima deysizlar? Bu suvsizlikka chidamli eksport bob va kam xarajat bilan yetishtiriladigan no'xat ekini. Sizlarga qanday mavzular qiziq? Kommentariyada yozib qoldiringlar, men sizlarga maslahatlar beraman. No'xat ekish va yuqori hosil olish bo'yicha professional qo'llanma. No'xat kasallik va stressga chidamli ekin. No'xat haqida qisqacha ma'lumot beraman. No'xat dukkakli ekin bo'lib, qurg'oqchilikka chidamli. Tuproqni azot bilan boyitadi. Eksport bob mahsulot. Kam xarajatli, foydali ekin. O'zbekiston sharoitida hosildorlik o'rtacha 12-18 sentiler gektaridan, yaxshi agrotexnika bilan 20-30 sentinergacha olish mumkin. No'xat ekishda nav tanlash juda muhim. No'xat ekinida yaxshi hosil 50% nav tanlashga bog'liq. No'xat qurg'oqchilikka chidamli ekin. Kasallikka chidamli ekin. Erta pishar yoki ekish muddati. No'xat sovuqqa chidamli, lekin optimal vaqt muhim. O'zbekiston sharoitida fevral oxiri, mart o'rtasi. Tuproq harorati +5, +8 gradus Selsiy bo'lishi yaxshi. Kech eksangiz hosil kamayadi. Urug' me'yori 1 gektar uchun 70-120 kilogramm. Gektariga nav va don hajmiga qarab. Qator oralig'i 45-60 sm. Ekish chuqurligi 5-8 sm. Namlikka qarab. Chuqur ekish unib chiqish sustlashadi. O'g'itlashda aniq miqdorlar. No'xat o'zi azot bog'laydi. Shuning uchun ortiqcha azot bermang. Asosiy o'g'it ekishdan oldin. Superfosfat 150-250 kilogramm gektariga qo'llang yoki ammofos 100-200 kilogramm gektariga. Kaliy, agar tuproq sust bo'lsa, 50-100 kilogramm kaliy sulfati. Azot 20-30 kilogramm gektarigadan ortiq. Hosil yig'imi. O'simlik sarg'ayganda, don qattiqlashganda o'riladi. Kombayn bilan yoki qo'lda teriladi. Kechiktirsangiz, don to'kiladi. No'xat yetishtirishda eng ko'p qilinadigan xatolar. Kech ekish, juda ko'p azot berish, qalin ekish, kasallikka qarshi kech kurash. No'xat ekishda 5 ta oltin qoida. 1. Erta ekish. 2. To'g'ri urug' me'yori ekish. 3. Fosforli o'g'itlarni vaqtida va kerakli